Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Bugungi video rolimiz Andijon viloyati Sharxon tumanida joylashgan o'zimizning firmamizdan olib boryapmiz. Bugungi syomkamiz bitta jaydari buqamiz bor. O'sha haqida bo'ladi. Necha oy bo'lgan kelganiga, necha pulga kelgan, polniy ma'lumotlarni beramiz va Xo'sob akamizga berib yuboramiz. Va go'shi qancha chiqadi, necha pullik bo'ladi, qancha foyda qoladi, polniy ma'lumotlarni beramiz video davomida. Albatta videoni boshlashdan oldin layklarni bosib tursanglar, biz videolarimizni boshlaymiz. Hurmatli obunachilar, mana shu molxonamiz oxirroqda. Mana to'rtta buqamiz, ko'rib turganingizdek, o'zgarishi xudo xolasa zo'r. Ko'z tegmasin. Yaxshi o'zgaryapti. O'zgarishga baho beringlar sizlar ham. Albatta layklarni bosib kommentariylarda fikrlar bildirib o'tinglar. Bu buqalarimiz qanday o'zgaryapti? Ko'pchilik ko'ryapti bu videolarimizni. Body force sektoridan qilingan bularga. Bularni tez kunda sinaymiz. Necha kilo qo'shadi? Bunday ma'lumotlarni beramiz. Bu buqalar yangigan qizil buqalar, ko'ryapsizlar. Bular ham o'zgarishi zo'r. Yaxshi ketyapti, ko'z tegmasin. Bu sostavimiz Qirg'iziston buqalari turadi bu joyimizda. O'rtadagi joyimiz 20 talik. Xudo xolasa yaxshi o'zgaryapti buqalar. Yeyishdan qaytgani yo'q. Ko'ryapsizlar. Mana shu buqamiz juda zo'r ketyapti. O'ta yog'siz semiryapti. Mana shu buqamiz, qizil buqamizni videolari ham bor edi. 10 oy atrofida bo'lgan. 10 oy atrofida bo'lgan bo'lsa, to'shni pulini o'sha videoda aytganmiz. Messi janoblar mana. Ko'rib turganingizdek. Bu buqamizga ham 10 oy atrofida bo'lgan. Bu Qirg'iziston buqalari, ko'ryapsizlar. Boshqacha bo'lib semiryapti. Baribir jinday bo'lsa ham oldida yurar ekan Qirg'iziston buqalari, jaydari buqalarimizdan qaraganda ancha zo'r ekan baribir. Sotiladigan buqamiz mana shu. Ko'ryapsizlar. Yaxshi semirgan. Bu molimizga 2,5 oydan jinday o'tibdi. Buni sherigini esinglarda bo'lsa, bir hafta oldin video syomka qilgan edik. Rekord. Firmamizda rekord deb. Chunki 2,5 oyda chiqib ketgan edi. 2,5 oy to'lmasdan. Bunisi 2,5 oyga jichcha o'tib ketdi. 2,5 oy hisoblayveramiz. Nargi molimiz ham 2,5 oyga to'lmasdan 2,5 oy degan edik. Buni 15 million 300 ga olgan edik. Bu buqamizni gavdasi kichikroqligi uchun 550 ming hisoblayveramiz. Chunki 350 kilo atrofida bo'lishi kerak bu molimiz. Gavdasi kichkina bo'lsa, ozroq yeydi, ko'pchilik biladi. Endi bilmaganlar uchun aytyapmiz. 2,5 oyda bu molimiz 1 million 375 ming so'mlik narsa yebdi. O'zimizning rasmimiz bo'yicha. O'zi aslida undan ham arzon tushgan. Endi u pulga olingan puli 15 million 300 ni qo'shganimizda 16 million 675 mingda turibdi ekan mana shu molimiz. Mana hozir Xo'sob akamiz keladi. Kelishamiz, foydalarini aytamiz. Sonli ma'lumotlarni video davomida olishinglar mumkin. Bu buqamizni kelgandagi videosi ham bor. Uni Telegram gruppamizga qo'yib qo'yamiz. Telegram gruppamizning silkasini kommentariyaga qadab qo'yamiz. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar, obuna bo'lmaganlar. Mana akalar keldi Xo'sob akamiz. Bu mol yechilyapti. 58 mingdan kelishdi.
och qorniga. Ja ochmasi o'rtacha qoringa kelishildi 58 ming. Uqamiz o'zim tortib beraman. Keyinroqdan qilmadingiz, keyinda maqa bir aylantirib olavering. Hop, sekin chiqaraveraylik. Polvon. Baba, bunga engashguncha ko'r. 330. Davlat aka kelaysiz ham ko'rib oling. Yaxshi. Aka siz ko'rib oling, unda Davlat akam ketib qoldi. Voy, 34 bu yoqqa bo'lyapti. 34? Ha, 34 ga olib beraman. Siz nima? Ha, kelaysiz, Davlat aka. Hop, videodan mana ko'ramiz. Juda ko'pga bormadi. Bu ukamizning videosiga ovoz yozyapmiz. Biz to'g'ri tushunasizlarga umidamiz. Hurmatli obunachilar, 334 kilo chiqdi. 334 kiloni 58 mingga ko'paytirganimizda 19 million 372 ming so'mlik bo'pti mana shu molimiz. Endi 16 million 675 mingga turgan edi. Endi sotilgan puli 19 million 372 mingdan ayirib olganimizda 2 million 697 ming pul qolibdi 2,5 oyda mana shu molimizdan. Endi uni 2,5 oyga bo'lib olganimizda 1 million 78 mingdan pul qolibdi mana shu molimizdan. Har oyiga hisoblanganda. Ko'pchilik kommentariyada yozyapti. Pasport hisoblayapti. Hozir buyumlar 6 mingdan oshiq u. Narsalar ham, silyoslar ham hozir 1000 so'm atrofida-ku. Shuning uchun. Unaqa narsalarni sotib olib foyda qilib bo'lmaydi lekin. Shuni e'tiborga olib qo'yinglar. Arzonligida olib qo'ysa narsalarni. Mollarga, yemlarni. O'shanda foyda qilsa bo'ladi. Endi sotib olsa juda qiyin bo'ladi foyda qilish. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Nimaiki savollaringlar bo'lsa kommentariyada yozaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.